Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Premier Avtosity'ning ashaddiy muxlislari, hurmatli YouTube kanalimiz podpischiklari. Bugungi narxlar hech qachon bo'lmagan narxlar. O'rtoqlar, bugun sizlarga juda ham katta aksiyalar bilan eng asosiysi hali hech qaysi avtosalon va bozorlar qilib bermagan narsani bugun sizlarga taklif qilib chiqdim. Akalar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Har doim aytiladigan narsa. Oxirigacha ko'ringlar, kamida 1,5 ming dollar yutug'inglar bor. Aniq. Yana boshida aytib o'tay, videomizni bizdan arzoni chiqsa-yu biz undan arzon qilib bera olmasak, mana shu ko'rib turgan mashinalar tekinga. O'rtoqlar, biz unda boshladik. Cobalt 2025-yil ishlab chiqarilgan Besprabek pachkasi, 26-yil kuzovlari bilan o'rtoqlar ko'rib turgan barcha Cobaltlarni boshlang'ich to'lovini 4000 dollar, 3900 dollar, 3800 dollar kerak emas. Aka, bo'lsa sizga bo'lsin. Bunaqa oylik to'lovni hali hayotingiz davomida eshitmagansizlar desam ishonasizlarmi? Hozirdan bitta videoga like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlarga kommentariyada eng chiroyli yozgan kommentariy egasiga bittasiga tanlab 100 dollar pul mukofotini shaxsan o'zim qo'llariga topshiraman. O'rtoqlar, boshlang'ich to'lov shu ko'rib turgan mashinaga 3700 dollar berasizlar. Hamma rasxodlari ichida bo'ladi. Оформление, nomer texpasport, GAI, zapret hamma xarajat ichida bo'ladi. 8% valyutniy avtokredit. Ya'ni oylik to'lovi 3,5 million so'mdan. Tasavvur qilyapsizlarmi? 3 million 500 ming so'm oylik to'lov bilan hozirgi paytda o'rtoqlar Cobalt yangi Besprabegini berib turibdi. Bozorlarga borib, ayrim banklardan o'rtoqlar 4,5 million so'm, 4 million 800, 4 million 900 ming so'mdan olish to'g'ri. Masalan, bilmagan odamga bosaveradi gazini. O'rtoqlar, shuncha baqir-chaqir qilib 8% deymiz, ishonmaysizlar. Любой время kelinglar, men isbotlab beraman. 10 ming dollar qarzingizga yiliga 830 dollardan ko'p qo'shiladigan bo'lsa, mana shu mashinani tekinga beraman. Gapimga javob. Ya'ni oylik to'lov 3,5 million so'm Besprabek yangi minilmagan Cobaltga, ya'ni 299 dollardan to'g'ri keladi. Ana endi eng zo'r, eng shikolat, eng mazali joyga keldik. Mana shu mashinaga qo'shib, bugun chisto nechi bunyod? 5 mi? Bir hafta davomida, 5-yanvar hozirgi paytda bir hafta davomida kim keladigan bo'lsa, xohlasin 3ta 3, xohlasin 3ta 4, xohlasin 3ta 1. Farqi yo'q. Auksion nomerini tekinga Premier Avtosity 6 kun davomida sizlarga taqib beradi o'rtoqlar. Bemalol kelinglar, foydalanib qolinglar. 3700 dollar boshlang'ich to'lov va oylik to'lov 3,5 million so'mdan Cobalt yangilarini, massalarini olib chiqib ketinglar. Shu videodan kelgan har bitta akalarimiz uchun yaxshi 50 dollar bilan polik, 50 dollarlik polik va 20 ta benzin ham sizlarga podarkaga bo'la qolsa akalar. Cobalt 2025 Besprabek Style variant. Ana endi o'rtoqlar, Cobaltda MCM variantini bilasizlar. O'sha monitorlari, kolodkalari o'zgargan, yana nimalari bor? ABS'lari kuchaytirilgan, kolodkalari katta, cruise control, multimedia, hamma narsasi bor. Mana shu ko'rib turgan Style MCM variantini zo'r variantda qilib beraman. Bizda video boshidan aytib qo'yay, Cobaltlarning narx-navosi o'zgarishi mumkin, tan narxi o'zgarishi mumkin, lekin oylik to'lovlari o'sha qoladi. Ya'ni xohlasin 165 millionlik Cobalt olsin, xohlasin 147 millionlik Cobalt olsin, farqi yo'q, oylik to'lov o'sha 3,5 million so'm. Ya'ni 299 dollardan olib chiqib ketaverasizlar. Ana endi boshlang'ich to'lovini aytib o'taman. Cobalt MCM variant 2026-yil bo'ladi bu. Nomerigacha ham hamma narsasi 2026, kuzov ham 26 bo'ladi. MCM Style'da boshlang'ich to'lov 4420 dollar ham kerak emas, mayli 4400 dollar bilan olib chiqib ketaveringlar. Bonusiga o'sha gap. Xolasin 3ta 3, xolasin 3ta 1, xolasin 3ta 2 auksion nomerlari bilan sizlarga taqib beraman akalar. Kelinglar, foydalanib qolinglar. Xudo xolasa bunaqa variantni hech kim sizlarga taklif qilmaydi. O'sha gap. Bonusiga polik, benzin ichida. Xo'p, keyin boshlang'ich to'lov sizga qiziqib turgan aka-ukalarimiz uchun bilasizlar, ko'p odamlar chiqdi. Boshlang'ich to'lovsiz garov qo'yib berish kerak ekan. To'g'ri, garov qo'yib beriladi. Taqiqqa nimadir so'raladi. Toshkent shahar va Toshkent viloyatida turar joy yoki noturar joy binosi bo'lgan insonlar bemalol kelib, mana shu ko'rib turgan avtomashinalarni 1 so'm boshlang'ich to'lovsiz olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Hattoki nomer, оформление, GAI, zapret hammasi ichida bo'ladi. Akalar, taqiq degani kimnidir nomiga o'tkazib berish degani emas. Yana bir narsani ta'kidlab o'tay. Ko'p aytayapti, Premier Avtosity'ni nomiga o'tkazib berasiz ekan uyingizni. Yo'q, odamlar jinnimi? 300 ming dollar yoki 200 ming dollarlik uyini bitta 15 ming dollar yoki 10 ming dollar turadigan temir uchun o'tkazib berish. Odamlarda ham juda katta
aqli bor. Biz o'zbeklar ham masalan ochiq gap pishiq bo'ladi. Unaqa narsa yo'q. Taqiq qo'yib beriladi. O'zingizning nomingizda turadi. Uyingiz ham, mashinangiz ham. Nomingizga mashinani ham o'tkazib beraman, nomer taqib beraman, оформление qilib beraman. Shunchaki sotish huquqidan mahrum qilingan holatda taqiq qo'yib qo'yiladi. Ya'ni sota olmaysiz. Mana shu kreditni to'lab bo'lguningizcha mashina ham, uy ham sotilmaydi. To'lab bo'lgandan keyin avtomatik ochilib ketadi. Xohlasanglar o'rtoqlar $500 gaziga kerak yoki balon taqishimga kerak desanglar, $1000, $1,500 gacha xudo xolasa harakat qilaman ustiga pul olib berishga. Agar yana bir narsani aytib o'tay, ko'p yurtdoshlarimiz biladi, video chiqqan bo'lsa, ko'rgan bo'lsanglar kerak, 8% lik yolg'on ekan deganlar uchun kelinglar, isbotlab beraman. Isbotlab bera olmaydigan bo'lsa, mana shu ko'rib turgan Gelenwagen ham tekinga o'tdi sizlarga akalar. Xo'p, ketdik endi ichkariga kiramiz. Salonga kirib kelishinglar bilan o'rtoqlar, sotuvchilarimiz kutib oladi sizlarni. Hammasi xushmuomala. Agar yana bir narsani ta'kidlab o'tay, qaysi bir sotuvchimiz mana shu reklamada qo'yilgan narxdan qimmatini so'raydigan bo'lsa, to'g'ri o'zimga uchrashinglar o'rtoqlar. O'zim chetda o'tiraman, shu kirganinglarda o'ng qo'lda o'tiraman o'rtoqlar. O'zimga uchrashinglar. Xudo xolasa sizlarga plus minus yo'q. O'sha aksiyada nech pul ko'rgan bo'lsanglar, o'sha narxda qilib beraman. Oshiqchasini so'raganga shtraf uraman akalar. Shtrafini sizlarga beraman. Xo'p. Cobalt MCM Midnight variant. Keling ko'rsating. Midnight varianti ko'rsatib o'tadi o'rtoqlar. O'sha tablolar o'zgargan, cruise control, multimedia и kojunniy salon qo'yilgan. Nimalari ham bor. Nima desa bo'ladi? Abagrev sideniyalari ham bor. Tarpetka polniy qora, hamma narsasi eng full paketdagi ushbu mashinamizni boshlang'ich to'lovini sizlar uchun akalar $5,500 kerak emas. Maydalashmayman. Xohlagan joyga borib aylaninglar. $5,200 berasizlar. Oylik to'lovini 3,5 million so'mdan olib chiqib ketasizlar. Besprabek pachkasi. O'sha bonuslari sizlarga ham kerak. Ya'ni polik bilan benzin qilib beriladi, addush. Xo'p, trekkerlarimiz bor. Trekkerlarni o'rtoqlar rasrochka qilib beraman, ya'ni o'zini pulini bo'lib to'lash. Rasrochkani bilsanglar kerak, hech qanaqa foiz, hech qanaqa peni yo'q. Mana shu ko'rib turgan Tracker 2025-yil Tracker Premier Plus ekan bu. Nimalari bor? Cruise control bor, klimat kontrol bor, avtoparkovkasi bor, бесключевой достуp, беспроводной зарядник, слеповой zona, короче, Fokenstein bo'lib yotdi. Hamma narsasi eng full paketi. Xo'p. Boshida aytib o'taman. Bu aytilayotgan tan narxi zavod chiqargan tan narxi. Hech qanaqa pul qo'yilmagan. Rasrochkani bilsanglar kerak, 30% dan 50% gacha boshlang'ich to'lov to'laysizlar. Ya'ni 30% boshlang'ich to'lov. O'zi mashinaning tan narxi necha pul deganlar uchun 272,656,000 so'm o'zini mashinaning tan narxi. 30% perdoplata, ya'ni 81,796,000 so'm boshlang'ich to'lov bersanglar 6,361,000 so'mdan 30 oy muddatga. 40% 109 million beradigan bo'lsanglar 4,5 million so'mdan 36 oy muddatga. 50% boshlang'ich to'lov, ya'ni 136,300,000 so'm bersanglar 3 million so'mdan o'rtoqlar 45 oyga chiqadi. 60 oyga ham qilib beraman. 60% boshlang'ich to'lov, ya'ni 163,593,000 so'm berasizlar. 1,800,000 so'mdan mana shu ko'rib turgan Tracker Premier Plus olib chiqib ketishingiz mumkin. 1,800,000 so'mdan. Bu aytayotgan oylik to'lov va boshlang'ich to'lovlarim nomer, sug'urta va rasxodlardan tashqari. Kelinglar, yana kelishamiz. Xo'p, 10X avtomashinamiz yo'q, Premier ekan bu. Premier pozitsiyasi. Hozirgi aytgan navorotlarim xuddi mana shu mashinada ham bor, faqat panorama lyukdan tashqari. Buni lyuki kichkinaroq bo'ladi, akalar, bilasizlar. Bu mashinani o'zini tan narxi Premier Plus 221,640,000 so'm mashinaning tan narxi. O'zini narxi. 30% boshlang'ich to'lov, ya'ni 66,500,000 so'm berasizlar, 4,300,000 so'mdan 36 oy muddatga chiqadi. Agar 40% beradigan bo'lsangiz, ya'ni 79,900,000 so'm bersangiz 2,700,000 so'mdan 44 oyga chiqadi. 50% berasizlar, 100 million so'm, oylik to'lov 1,800,000 so'mdan. Agar 60%, ya'ni 120 million so'm bersanglar, 1,300,000 so'mdan mana shu mashinani olib chiqib ketinglar. Oyma-oy to'lovi 60 oyga 1,300,000 so'mdan to'g'ri keladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, rasrochkamiz ham bor, hech qanaqa foiz yo'q, o'zini mashinani tan narxini bo'lib berish. Nima deyapti akalar?
Любой variant bor. Boshlang'ich to'lov bilan deysizlarmi? To'lovsiz deysizlarmi? Rassrochka deysizlarmi? Premier Avto City'ga kelinglar. Xudo xolasa shu paytgacha hech kimni norozi qilib chiqarib olmaganmiz. Eng arzon narxlar, eng shikarniy xizmat ko'rsatish Premier Avto City'da. Ko'p gapirib o'tiribman. 150-1000 marta chiqqanimdan ko'ra, bir marta kelinglar Premier Avto City'ga bir piyola choy ichib, mehmon bo'lib, mashinalarimizni ko'ringlar. Oylik to'lov ma'qul bo'ladigan bo'lsa, boshlang'ich to'lov ma'qul bo'ladigan bo'lsa, akalar majburlash yo'q. Pul sizlarniki, mashina bizniki. Любой joyga borib aylaninglar. 12 ta viloyatda xohlagan salon deysizlarmi, xohlagan bozor deysizlarmi, xudo xolasa bizdan arzoni hali chiqqani yo'q, chiqmaydi ham akalar. Pastdagi nomerlarga telefon qilinglar. Отдельно sizlar uchun bonuslar bor. Kelinglar, kelishamiz akalar.